Mana assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchi obunachilar. Manaqasi 96 metr joyimizga, manaqasi 73 metr. Undan keyin yana darshi bor 73 metr, 150 metr jami joyimiz. Zavodni ustini yopib beryapmiz. Kimga shunaqa ishlar bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana o'sha mana ko'tarish nimasi boshlandi. Hozir ikkita prolet, o'rtadan ikkita prolet ko'taryapmiz. Nari tomonda bitta proletimiz qolyapti. Mana bu ikkita proletimiz qolyapti. Xudo xolisa mana boshlanishi tugash nimasi yaqin qoldi. Ana firmalarimiz o'sha ko'tarildi. Bitta proletimiz Xudo xolisa bo'ldi. Endi mana ikkinchi proletimizdan 15 ta firmamiz qoldi. Shuni qo'yib olsak, keyin narigi tomonda bitta proletimiz qolyapti. Bu yerda ikkita proletimiz qolyapti. Agar kimga shunaqa ish kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerimizni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Xizmat beraveramiz mana. Kiranam 73 metrlik kiram mana naryoqda turib qo'yyapti. Xudo xolisa ishimiz yurishni boshladi.